Al-Hay, tirik. U hamisha tirikdir. U o'lmaydi. Ya'ni Allohning hayoti abadiydir. O'lim ila yo'q bo'lmas. Shuningdek, Allohning hayoti azaliy, oldindan yo'q bo'lgan emas. Yagona Allohning tirikligi o'zigagina xos alohida hayot bo'lib, bandalar hayotiga o'xshash boshqa masdardan berilgan emas. Bu hayot azaliy va abadiydir. Ibtidosi ham, intihosi ham yo'q. Allohning tirikligi hech bir jihatda bandalarning hayotiga o'xshamaydi. Allohning al-Hay sifati boqiy qoluvchi va barhayot deganidir. Agar Alloh hayot desak, uni doim barhayot ekanini anglaymiz. Agar falonchi hayot desak, uni vaqtincha tirik ekanini anglaymiz. Allohning al-Hay sifati o'zining zotidagi boqiy tiriklikdir. U zotga o'xshash hech narsa yo'qdir. Ammo maxluqotning tirikligi o'z zotiga bo'lmay, balki Allohning yordamiga muhtojdir. Agar Alloh yordamini uzib qo'ysa, maxluqot jonsiz murdaga aylanadi. Maxluq mingga yaqin sabablar bilan tirik turadi. Agar Alloh birortasini ishlatmay qo'ysa, masalan, yurakni to'xtatib qo'ysa, hayoti barham topadi.